Namangan viloyat Kosonsoy tumani. So'ydi bu edi. Ha. Oshlaringni olinglar. Ha. Olmaga oling oshdan. Rahmat, Oling. Xorazmdan kelgan olmag'amiz mana. Shu Jurnalist. Og'a, qizirini bosib qo'ysam bo'ldimi? Xizmat ko'rsatgan jurnalist. Qizimni boshdingizmi? Qizi. Tarixindir ming asrlar ichra pinhon o'zbegim. Senga tengdosh pomiru oqsoch tiyanshon o'zbegim. Suylasin Afrosiya bu suylasin Urqun xati. Ko'kna tarix shodasida bitta marjon o'zbegim. O'zbekistonimizni bitta gulbog'i bo'lgan Kosonsoyning mana yorqin soy bo'yida mana do'stlarimiz bilan mana Usmonjon do'stimiz, mana Domilla hurmatli voris, mana do'stimiz Mavlonbek va Hoji bobo Operator. Toji mirzolar bilan birga mana osh yeyapmiz, mana devzira oshidan. Aziz muxlislar, mana shunday salqin joylar, mana shunday ziyoratgoh joylar, mana shunday gullar bayrami hammangizga nasib qilsin. Do'stlar diydoridan to'yib o'tirish Usmonjon. Mana shunday yaxshi kunlar hammamizga nasib qilsin. Sog' salomat bo'lsin do'stlarimiz. Toji Mirzo ham sog' salomat bo'lsin. U hozir operator nimaga olyapti? Men ham bormi? Men oldim buni. Mana menman. Ne şeydaman. Do'ston ham bormi yaxshiroq inson? Mana. Bo'ldi. Ajoyib she'rlarni, ajoyib fikrlarni aytyapti. Bo'ldimi? Ayting eshitaman. Bo'ldimi? Yo, do'stga jonin qiladi qalqon, do'stdan ham bormi yaxshiroq inson? Ha, rahmat. Mana do'stlar Oshdan hech qachon ayirmasin. Rahmat. Omon bo'ling. Rahmat Toji. Omon bo'ling. Omon. Rahmat do'stlar. Hammangizga rahmat.